Men Aqsi mahallada yashovchi Esonov Burhoniddinman. Yoshim 75 ta. Shu qishloqda yashab umr ko'rdik. Bu qishloqda barcha yaxshi yomon ishlarida boshimizda shu ishlarni ko'rib o'tdik. Yurtimizda juda katta o'zgarishlar bo'layapti. Bugun eng chekka hududdagi mahallamizda ham juda katta yangiliklar. Birgina Aqsi qabristonini olaylik. 210 metrlik devorda Aqsi qabristonini hashar yo'li bilan o'radik. Mahallamizdan Qumto'g'on kanali o'tgan. 5,5 kilometri to'liq betonladi. Atroflari bugun tekis ravon, hamma xursand. Mustaqilligimizni 35 yilligini arafasida turganligimiz uchun butun ahillarimizni bayram bilan tabriklayman. Bunday islohotlar bardavom bo'lsin.